Assalomu alaykum, sizlar bilan Aka Minecraft. Biz bugun yangi videomizga xush kelibsizlar. Videomizni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, kommentarlarda o'z izohlaringizni qoldiring. Hozir temirimda kiyinib olganimga anaqa qilmang, e'tibor qilmanglar. O'zimizni shaharchani qurishni boshlaymiz, hayotimiz, shaharchamizni boshlaymiz. Mana yerlarni men tekislab oldim, aziz do'stlar. Endi bu yerga biz yashashimiz uchun, bizda o'zimizda jizn yaratilishi uchun, bu yerga ferma, mol ferma, qo'y ferma, tovuq fermalarni qurib, temir anolarni qurib, zavodlarni qurib, hamma narsani qurib, o'zimizga qarshi yashash uchun katta anaqa qilish kerak, nima? Sharoit yaratishimiz kerak. Bu videoda birgalikda qilamiz. Hozir men 4-darajaga chiqib oldim, darajam bilan. Hozir hammasini birgalikda qilaman. Avvalambor mana yer tekislab olamiz. Qani ketdik birgalikda. Bu yer tekislab olamizda, bu yerda birinchi plashatkamizni to'g'rilab olib, mana yerda bitta keyin uyimiz atrofini mana chuqurlar to'ldirib chiqamizda, uyimiz atrofini rishotka tortamiz. Avvalambor soyaga gap yo'qmi? Soyaga gap yo'q. Rishotka tortamiz. Keyin qarochi chiroyli qilishimiz kerak edi hamma tarafda. Mana yerda yopib chiqaylik avvalambor. Aha, zo'r. Endi mana yerda qarang, qanday yotibdi. Mana yerlarni bir xil qilishimiz kerak. Hozir bir xil qilishga vaqt yo'q. Sal yer maydonimizni kattartirib olsak, mahalla raisining aytishicha, yerimiz mana shu daraxtgacha ekan, mahalla raisining aytishicha, biz yerimizni chotka qilib hozir egallab olishimiz kerak. Uning uchun tekisligini bir xil qilishimiz kerak. Hamda keraksiz daraxtlarni olib tashlaymiz. Bizga umuman foydasi yo'q. Bu yerga tushib, yerda mana bu yerni ham egallab olishimiz kerak. Mana bu yerni ham, bu yog'ini ham bo'lib ketdik. Mana shu yerni tekislab olaylik. Bu daraxtni olsakmi? Ha, bu daraxtni ham olaylik. Bitta daraxt yetadi bizga. Bo'ladi. Hammasi chotki. Endi yerimiz tugab qoldi. Endi borib yer topib kelishimiz kerak. Yer olish uchun borib mana bunday notekis yerlarni qilib kelyapman. Ha do'stlar, qarochi kam gapirayotgan bo'lsam e'tibor qilmaysizlar, chunki deganda bu birinchi videomiz, salgina ozgina hayajonlanish bor. Shuning uchun hayajon ortga suramizda videoni olishga harakat qilamiz. Sizlar esa bizlarga podдержка qilish uchun bu videoni olishga, montaj qilishga ketgan vaqt uchun sizlarga qilayotgan ishlaringiz bizlar uchun faqat like bosishcha. Ketdik yetarli. Shu yerga yetmadim. Bu dunyomizda hali xudo xolsa haykallar quramiz. Mana shu yerda seriallar olamiz, chotka qilamiz hali. Faqat podдержкада bo'lsang bo'ldi. Mana 4 burchak shaharimizni, ko'chachamizni, o'zimizni uyimizni plashatkasini qo'yib. Bu uy nima uchun? Mana bu uy prosta qishloq qidirganman. Qishloq qidirganman va qishloqda bittagina bu yoqlarda ham uy bor. Shu uy menga yoqdi. Divonimda qo'yib qo'yganman. Tunlari shu yerda zombilardan qutulib qolish uchun. Qilichimiz ham bor mana aka. Va yana bir marta do'stlar, video ostida Telegram kanalimiz bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying, kommentariylarda o'z izohlaringizni qoldiring. Birinchi videomiz bo'lgani uchun kommentariyada izohlaringizni qoldirishingiz shart, chunki bizga sizlarning maslahatlaringiz kerak albatta. Endi bu yerga kiramiz. Bizga toshdan qilinadigan stol stullar kerak. Nima kerak? Mana yerda anon qo'yib olasiz. Estab. Mana bu yerda nima bor? Tosh, temir, sandiq kerak bizga. Sandiqni olamiz, bu yerga qo'yamiz. Sandig'imiz mana uy oldiga turishi kerak, egasini oldiga. Bu yerga endi hamma narsamizni solib chiqamiz. Mana bu kerak bizga. Biz bu yerda temir ishton kerak emas, chunki o'zimizda bor. Hali temir ishtonga ish bo'lmadi. Voy joningdan. Mana buni ham solib qo'yaveralik. Ipni solib qo'yamiz. Temirni o'g'irlab ketadi birorta. Olib yursak tushirib qo'yishimiz mumkin, solib qo'yamiz. What? Temir shlyapni tashlab qo'yamiz bir tarafga.
O ugul bor ekanmizda. Pechka yasaymiz bizda. Bitta birdaniga pechka yasashimiz kerak. Pechka. Pechka deyapman. Pechkani mana bu yerga qo'yamiz. Pechkani xuddi mana shu yerga qo'yamiz. 3. Mana pechka, sandiq, hamma narsani yasab oldik. Bu короче bizning Minecraftdagi birinchi uyimiz va birinchi harakatlarimiz o'shaning uchun o'zimizni sharoitimizni qilib olamiz. Mana kreslo, tak, mana bu yerda ana sandiq, mana pechka, вот такая положение shularni qilib olsak bizga ertaga narsa bo'ladi. Tak, masalan, mana bunda bizga kerak bo'ladi, например, mana bu kerak. Bunga biz kuchimiz yetmaydi. Mana shunaqada, короче, nimadirlar yasab beradi. Buni yasagan edim, oldin hozir esimda. Короче, sandiqqa buni narsalarni solib qo'yamiz. Doskani ham shuni ichiga solib qo'yamiz, kerak emas doska. Tak, endi mana bu yoqqa olamiz. Mana bunday o'tiradigan qilamiz-da bu yerda. Mana hop, o'tirdi mana aka. Tak, bu bo'ldi do'stlar. Bugungi videomizda takrorcha hozircha uyimiz sharoitini qilib oldik. Stullarni mod orqali olib kelib qo'yamiz. Tak, uyimiz yorug' bo'lishi uchun endi bosamiz. Mana buni bu yoqqa. Buni olamiz Falconda. Mana bu yerga bitta. Bu yerga bitta qilamiz, yana yorug'roq qiladi. Ko'rdingizmi, yorug' o'zgardi. Quyosh bu yoqdan zo'r chiqdi. Ikkita. Uyda ham ikkita kompyuter topib kelishimiz kerak endi. Hozir bizlar bu videoda endi rishotka qilishimiz uchun bir devor qilamiz, devor qilamiz, chunki zombilar o'tmaydigan devor qilishimiz kerak. Tak, devorni qayerdan boshlaymiz? Tak. Hozircha mana bu yerdan chegaramiz. Mana shundaysiga tortishimiz kerak. Mana olib tashlaymiz. Bir turaversa bu devor bu yerdan o'tmaydi ishdimi? Mana uyda chektidan tortamiz. Mana shu yerdan tortsak bo'ladi. Mana yerdan turaylikcha bu yoqqa qaraymiz. Zo'r, mana shu yerdan tortamiz. Mana bu yerdan bo'ladi. Buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz, buni olib tashlaymiz. Mana bu yer to'g'irlashimiz kerak. Mana yer to'g'irlab, mana shunday kelib, mana shu yerdan darvoza qo'yamiz, короче. Hayotiy uy qilamiz, короче. Ketdik, boshladik. Sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar, tak. Uyimizdan tashqarisi nima bo'lishidan qat'iy nazar bizga umuman ishimiz yo'q. Uyimizni darvozasi mana shu yerga bo'ladi. Mana ketdi, mana shu yerdan bo'ladi. Böyle mana shu yerdan. Tak, hozir chertosh chizib olyapmiz. Bu hayotda Minecraft hayotida kirib kelyapmiz va kechib qoldi. Minecraft hayotida charchadim ozgina, kecham qoldi. Kechga tishladik-da. Mana kim bor? Do'stlar, shu bilan hozir короче kechib qoldi. Mana bir kunimiz o'tdi. 100 kunda bunda shaharcha quramiz. Mana shu yerda juda katta shaharcha. O'zimiz xohlagandek Dubayskiy shahar qilamiz короче. Hozircha kirib uxlaylik. Hozirgi shu bugungi videoga yakun yasaylik. Birinchi videoni olish uchun juda qiziqdim. Birinchi videoni olaylik. Shuning uchun shoshilib videoni oldim. Xudo xolsa keyingi ertaga bu videomizni bundan keyin takomillashtirib, qiziqroq qilib, ajoyib video olishga harakat qilamiz. Hammaga xayr. Meni qo'llab-quvvatlanglar. Aka Minecraft kanalida o'zingiz. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar. Так что до свидания.